Hey! Zerikib ketdingmi? Asabga o'ynash qalay bo'larkan, janoblari? Ilyos, urushib qoldinglarmi? Mashinani qirmoqchimidingiz? Gelikka nech pul turishini bilasanmi o'zi? Hech qisi yo'q. Mashina topiladi. Lekin bizning muhabbatimiz Bolalar bog'chasi. Ey, yosh bola bo'lmagin. unda o'zing ham o'yiningni tezroq tugat. Ber. Ol. Bor. Sevda haqida hamma ma'lumotlarni o'rgandim. Oddiy kambag'al qiz, onasi esa betob. Qanaqa qilib tanishibdi? Ilyos mashinada urib ketishiga sal qopti. Keyin nima? Rahmi kelgandan uylanishga qaror qilibdimi? Bilmadim. Menimcha boshqa sabablari ham bor. Bu o'yinda qoidalarni men yarataman. Nimaga ekan? Chunki shu uchun pulingni olsan. Senga o'xshagan boylarni yomon ko'raman. Nega ekan? Chunki salla hamma narsani pulga sotib olish mumkin deb o'ylaysanlar. Sallanada jonlaring tayyor biznesni ochib qo'yishgan. Shunchaki yashab bersanglar bo'ldi. Bizga o'xshagan odamlar sallani cho'ntaginglar qapayishi uchun bir oy tinimsiz ishlaymiz. Agar bizdagi odamlar bo'lmaganda, salla hayotda boyimasdilaring. Ishga 5 daqiqa kech qolsa, oyligidan ushlab qolishni bilasanlar. Lekin 1 soat kech ketsa, 1 so'm ham qo'shib bermaysanlar. Hamma deb gapirma. 5 barmoq baravar emas. Sen menga barmog'i gapirma. Kech ertalab 5 dagi quyoshni ko'rganmisan? Yo'q, ko'rishni ham xohlamayman. Dadam esa har kuni ko'radi. Boylar o'zidan o'zi boy bo'lib qolmaydi. Boylikni tagida qancha tavakkal, qancha bedor tunlar borligini bilasanmi? 100 ming dollaring bo'lganda nima qilgan bo'larding? Uy olardim. Dadam esa o'zi yashab turgan uyini biznesi uchun sotgan. Balki farqimiz shundadir, Sevda? Tushunmadim. Tushunishing uchun dadamlardek insonlarning aqli kerak. Endi salladagi fikrlashimiz kerak-a? Hoy! Xotlanchini olib Yeb ket. qo'y, ko'pchiroq vording, quvvat bo'ladi. Shoh? Aman seni eslamasam, sen meni hayotda eslamaysan. Ixchamde. Kinodan kech kelganimizda oying ikkalamizni ham urishib berganlari esingdami? Yotib qolmabsizlar deganlarichi? Yotib qolmabsanlar-da. Ilyos, sen meni kuzatib yuribsanmi? Kim bu kastim shim? Rahbarim. Turmush o'rtog'iman. Sevda, gaplari rostmi? Ha. Yo'q, tushuntirib beraman, shoh. Yana bitta qoida. Qoidalaringni-chi? Pul kerakmi? O'yin tugaguncha meni begim deysan. Hey! Zerikib ketdingmi? Asabga o'ynash qalay bo'larkan, janoblari? Ilyos, urushib qoldinglarmi? Mashinani qirmoqchimidingiz? Gelikka nech pul turishini bilasanmi o'zi? Hech qisi yo'q. Mashina topiladi. Lekin bizning muhabbatimiz Bolalar bog'chasi. Ey, yosh bola bo'lmagin. Unda o'zing ham o'yiningni tezroq tugat. Ber. Ol. Bor. Sevda haqida hamma ma'lumotlarni o'rgandim. Oddiy kambag'al qiz, onasi esa betob. Qanaqa qilib tanishibdi? Ilyos mashinada urib ketishiga sal qopti. Keyin nima? Rahmi kelgandan uylanishga qaror qilibdimi? Bilmadim. Menimcha boshqa sabablari ham bor. Bu o'yinda qoidalarni men yarataman. Nimaga ekan? Chunki shu uchun pulingni olsan. Senga o'xshagan boylarni yomon ko'raman. Nega ekan? Chunki salla hamma narsani pulga sotib olish mumkin deb o'ylaysanlar. Sallanada jonlaring tayyor biznesni ochib qo'yishgan. Shunchaki yashab bersanglar bo'ldi. Bizga o'xshagan odamlar sallani cho'ntaginglar qapayishi uchun bir oy tinimsiz ishlaymiz. Agar bizdagi odamlar bo'lmaganda, salla hayotda boyimasdilaring. Ishga 5 daqiqa kech qolsa, oyligidan ushlab qolishni bilasanlar. Lekin 1 soat kech ketsa, 1 so'm ham qo'shib bermaysanlar. Hamma deb gapirma. 5 barmoq baravar emas. Sen menga barmog'i gapirma. Kech ertalab 5 dagi quyoshni ko'rganmisan? Yo'q, ko'rishni ham xohlamayman. Dadam esa har kuni ko'radi. Boylar o'zidan o'zi boy bo'lib qolmaydi. Boylikni tagida qancha tavakkal, qancha bedor tunlar borligini bilasanmi? 100 ming dollaring bo'lganda nima qilgan bo'larding? Uy olardim. Dadam esa o'zi yashab turgan uyini biznesi uchun sotgan. Balki farqimiz shundadir, Sevda? Tushunmadim. Tushunishing uchun dadamlardek insonlarning aqli kerak.
Endi salladagi fikrlashimiz kerak-a? Hoy! Xotlanchini olib Yeb ket. qo'y, ko'pchiroq vording, quvvat bo'ladi. Shoh? Aman seni eslamasam, sen meni hayotda eslamaysan. Ixchamde. Kinodan kech kelganimizda oying ikkalamizni ham urishib berganlar esingdami? Yotib qolmabsizlar deydiganlarichi? Yotib qolmabsanlar-da. Ilyos, sen meni kuzatib yuribsanmi? Kim bu kastimshim? Rahbarim. Turmush o'rtog'iman. Sevdi. Gaplari rostmi? Ha. Yo'q, tushuntirib beraman, shoh. Yana bitta qoida. Qoidalaringni-chi? Pul kerakmi? O'yin tugaguncha meni begim deysan.